Haqiqiy bozor grafiklarda emas. Bu boshqa joyda joylashgan. Siz bitta grafiklarda kuzatib turganingiz bular hammasi tariq. Men sizga hozir real bozor qayerda joylashganligini ko'rsatib beraman va qanday qilib mana shu bozorda $1,500 ishlaganimni tushuntirib beraman. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan biz buyurtmalar kitobi haqida gaplashib o'tamiz. Darsimizni boshlashdan oldin o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman. Ismim Tohir Malik. 7 yildan beri kripto tradingda o'z faoliyatimni olib boraman. Xo'p, buyurtmalar kitobi bu nima? Agar sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana siz bozorga keldingiz, ha? Oddiy o'zimizni bozorga, misol uchun kartoshka olgani keldingiz. Kartoshka olgani keldingiz, birinchi odamni oldiga uchraysiz. Neqadar kartoshka kilosi necha pul deysiz? Misol, oddiy kartoshkani, deylik kilosini 5000 deyapsiz. Siz srazu u odamni olib ketmaysiz, to'g'rimi? Nima qilasiz? Keyingi odamga o'tasiz. Necha pul kartoshka? Misol uchun kilosi 4,5 ming. Ikkinchi odamga, uchinchi odamga o'tasiz. Undan so'raysiz, kartoshkaning kilosi necha pul deysiz. U sizga 4 ming so'm deydi. Shunday qilib siz 5-6 ta odamni aylanib chiqib turib, eng arzonini olasiz, to'g'rimi? Ya'ni siz bu yerda nima qilyapsiz? Savdolashishni o'rniga siz butun bozordagi narxlarni o'rganib chiqib turib, o'rtacha kartoshkani, misol uchun narxi qancha chiqadi? Misol uchun 4 ming so'm chiqadi. Shundan hisobga olib, eng arzon joydan olishga harakat qilasiz. Xo'p, bu narsa ham real bozorda borligi uchun kripto bozor yoki umuman birjada ham bu narsa bor. Ya'ni bu narsani nima deyiladi? Buyurtmalar kitobi bo'ladi. Bir tomonda bitta sotib olaman degan odamlar bitta baqirib, misol Bitcoinni men $60,000 dan olaman deydi. Bu yerda turganlar esa, ya'ni ask bo'limida turganlar, ya'ni aytib turganlar, ular bitta taklif beryapti. Bitcoinni $61,000 dan bitta beraman deyapti. U yerda, ya'ni bitta 60,000 dan olaman, bu yerda 61,000 dan sotaman degan odamlar paydo bo'lganda nima bo'ladi? Talab va taklif bor. Talab va taklif, bular narxni ko'tarishmaydi, bular narxni tushirishmaydi. O'rtada bitta agar siz bitta trader sifatida keladigan bo'lsangiz va bozor narxida Bitcoin olmoqchi bo'lsangiz, siz qayerdan olasiz? Taklif berib turgandan olasiz. Agar siz Bitcoinni bitta bozor narxida sotib olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni rыночный sotib olmoqchi bo'lsangiz, siz talab qilib turgan odamlardan bitta olasiz. Ya'ni men Bitcoinni hozir sotib olsam 61,000 dan olaman, sotsam 60,000 dan sotaman. Nimaga bunaqa? Hoslar bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Binance birjasi kerak bo'ladi. Binance birjasiga kirdim va bu yerda mana показывать рост bo'limi turibdi. Nimaga aynan shu bo'lim deydigan bo'lsangiz, chunki bu yerda narxlar tebranishi juda ham bitta yuqori va o'rtadagi spread bitta kamroq bo'ladi. Spread nima? Mana men sizlarga aytib o'tdim-ku, bittasi Bitcoinni bitta 61,000 dan sotaman deyapti. Bittasi Bitcoinni 60,000 dan sotaman deyapti. To'g'ri, olaman deyapti. Ya'ni bu sotaman deyapti, bu olaman deyapti. O'rtada qancha razlika qilyapti? Bitcoinda $1000 razlika qilyapti. Ya'ni bu o'zi aslida juda katta spread hisoblanadi. Ya'ni o'rtadagi farq. Mana shu narsa, mana shu показывать рост bo'limidagi tangalarda, ya'ni 24 soat ichida o'sib turgan tangalarda bu ancha past bo'ladi. Va hozir men sizga aytib o'tadigan strategiyam bo'yicha va ya'ni shu buyurtmalar kitobi bo'yicha to'g'ri ishlab, uni to'g'ri tahlil qilib, shu orqali ishlash bu scalpingga ancha zo'r hisoblanadi. Chunki skalperlar asosan shu buyurtmalar kitobi bilan ishlaydi va men hozir sizga aytib o'tadigan strategiyam bo'yicha Ismatullo degan shogirdim kuniga $400 dan $800 gacha topadi. Xo'p, buyurtmalar kitobini qanday topamiz? Misol uchun показывать рост bo'limiga kirdim. 24 soat ichida misol uchun OneRay degan tanga 52% ga ko'tarilib beribdi. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Ustiga bosaman. Ustiga bosganimda menda qarang. Mana kupich продать bo'limiga o'tmaymanda, srazu bitta mana shu grafik bo'limigacha o'taman va pastda mana qarang, bizda buyurtmalar kitobi turibdi. Ya'ni bizda sпрос va предложение, talab va taklif. Bizda buni mana o'ng tarafda agar qaraydigan bo'lsangiz, bizda buni lotlar bor. Ya'ni eng balandga o'tkazadigan bo'lsam, qarang, sprosda OneRay USDT, ya'ni OneRay degan tanga 0.004 dan olaman deganlar bor. Ular qancha? $65,000 olaman deyapti. 66 ming, 65 ming. Ya'ni shu narxda menga ber, men butun hammasini olaman deyapti. $65,000. Sotaman deganicha. Sotaman degan 0.05 dan sotaman deyapti. U yerda qancha? Bitta $40,000 bitta turibdi. Sizda bunaqangi ko'rsatmay turgan bo'lsa, ya'ni bitta K turmagan bo'lsa, men sizga hozir buni to'g'rilashni o'rgataman. Nima qilasiz? Kniga orderovda oldin mana glubina, сделки, сеть turibdi, to'g'rimi? O'sha сделки degan tugmani bosamiz. Va o'ng tarafda qarang. o'ng tarafda bizda всего turibdi. Undan oldin cena turibdi, undan keyin время turibdi.
Biz nima qilamiz? Sevoni ustiga bosamiz. Qarang. Sevoni ustiga bosganimizda bizda summa turibdi. Bizda ya'ni nechta vanri. Bizga nechta vanriligi qiziq emas. Bizga nech pulli olishi qiziq bizga. Shuning uchun biz ustiga bosamizda USDT ko'rinishi olib kelamiz. Summa emas, USDT turishi kerak. Va sizda hozir knigazirovka o'taydigan bo'lsangiz, xuddi mandaqangi bitta o'zgarish bo'ladi. Eskisi qanaqangi holatda edi? Ne kiramiz? Qarang, million, bitta dollarlar haqida gap ketmayapti. Bu yerda nechta vanri sotib olish haqida gap ketyapti. Shuning uchun zelki bo'limiga kirib turib, USDT bo'limiga o'tkazaman. Xo'p, yashilda bizda talab, qizilda esa bizda taklif bizda turibdi. Xo'p, bizda umumiy agar qaraydigan bo'lsak, bizga birinchi, ikkinchi, uchinchi lotlar qiziq. Ya'ni bizda qarang. $59,000 plus pasida, ya'ni bu talab joyida bitta sprosda 56,000, 51,000. Plus minus bitta qancha? 110,000 yoki $100,000 dan oshiq bitta talab turibdi. Bu vanri degan tangaga. Taklif desachi. Taklifni o'zida bizda qarang. 005 da bitta 36,000, 006 da esa $135,000 bitta taklif beraman deyapti. Shu narxga esa sotib yuboraman degan narsani beryapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu yerda real bozordagi ishtirokchilarning pullari turibdi. Nimaga real? Qatdan bilasiz bular soxta emasligini deydigan bo'lsangiz, chunki bu yerdagi limitlarda agarda sizning tangingiz bo'lmasa yoki da pulingiz bo'lmasa, Binance birjasi sizga bu takliflarni yoki da bu limitlarni qo'yishga bermaydi. Bu yerda reallik kimdir bitta stop loss take profitlarni ko'rib tursangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi yana nimani tushuntirmoqchi emas sizga. Hozir o'rtada mana bitta shkala turibdi, ko'ryapsiz, qarang. Qizil 76%, yashil esa 23%. Ya'ni bizda talab nisbatan kamroq taklifga nisbatan. Qarang. Bu qanaqangi bo'lyapti? Tasavvur qiling, bitta bozorda kiryapsizda, kartoshka ko'payib ketgan. Lekin olaman degan odam kam. Bu holatda nima bo'ladi? Deydigan bo'lsangiz, narxni arzonga berishga o'tishadi. Ya'ni o'sha odam kartoshkani sotish kerak, to'g'rimi? Siz kelyapsiz, aka kartoshka nechi pul deyapsiz. Misol 4,000 deyapti. Ikkinchisi baqiryapti, aka meni olmay keling, men sizga 3,000 dan beraman deyapti. Ko'ryapsizmi? Chunki ko'p. Bu degani vanri degan tanga tushishi ehtimoli juda ham yuqori. Ko'ryapsizmi? Agarda teskari bo'lganda, tasavvur qiling, siz bozorga bordingizda, lekin kartoshka kam, lekin olaman degan odam ko'p. Kelyapsiz, bittasi olding, nechi pul kartoshkani kilosi deyapsiz. Sizga aytayapti 10,000 deyapti. Ikkinchisini olib boryapsiz, kartoshkani kilosi nechi pul? 12,000 deyapti. Qarang. Ko'ryapsizmi? Odam olaman degan odam ko'p, lekin sotaman degan odam kam. Bu vaziyatda nima bo'ladi? Qarang. Odam olaman degan odam ko'pligida, lekin sotaman degan odam kamligida, unda nima bo'ladi? Sotuvchini gapi o'tadi. Lekin sotaman degan ko'p bo'lganda, olaman degan kam bo'lganda esa qancha sotib oluvchini bitta gapi o'tadi. Yana bu yerda shunaqangi qoidalar bor. Ularni men sizlarga tushuntirib o'taman. Bu fishkalarni hammasini yozib olsalaring bo'ladi, videoni to'xtatib turib. Endi keyingi lotga o'tamiz. Bizga katta lot qiziq emas. Nimaga deydigan bo'lsangiz, katta lotdagilar har doim misol uchun joyida turmaydi. Ya'ni narximiz har doim misol uchun qarang. Hozir bizda qancha narximiz? Deylik 465. Keyin shu nollarni aytmaydi, 465. 465. Biz qarang. Narximiz hozir bizda 0.4 dan $69,000 olaman deyapti, to'g'rimi? Lekin bu o'zi asli 0.4 da olmaydi. U uchun 0.4 necha, bilasizmi? Misol uchun 301 ham u 0.4 ga kirib ketadi. 302 ham 0.4 ketadi. Ya'ni hozir narximiz pastga tushiraman. Qarang. Mana shu qarang. Hozir narximiz 0.003166. Ya'ni 32% minus holati ham bu 0.4 ga kiradi. O'shalarning ichida bu. Hozir bizga prosularni yig'ib qo'ygan xolos. Mana bu ham 0.4 ga kiradi, mana bu ham. Mana undan pasti esa, tepasi esa, ya'ni turdan tepasi bizda bu 0.5 ga o'tib ketadi. Xo'p, kecha sizga tushunarsiz bo'lishi mumkin. Hozir men sizga hammasini mohiyatan tushuntirib beraman. Ikkinchi tepadagi lotiga o'tamiz. Qarang, bu yerda o'zi qarang. 0047, 46, 48, 49 qarang. O'zi bu yerda bizda bundan oldingi lotlarda bizda faqatgina 4 sonni yoki 5 sonnini o'zi turganda, hozir bizda oldiga yana qancha sentlar bitta qo'shilib qolyapti. Ya'ni bu ichkarida bo'lib turgan vaziyat. Ichkarida bo'lib turgan vaziyatda qanaqangi?
bitta sotaman deganlar 59% tashkil qilyapti, olaman deganlar bitta 40% tashkil 40% tashkil qilyapti. Ya'ni bu nisbatan ancha vaziyat o'zgardi. Xo'p, endi sal teparoqqa o'tamiz. Endi bu yerda qarang, почти 50 ga 50 vaziyat turibdi. Sotaman deganlar bitta 53%, olaman deganlar esa bizda 47% tashkil qilyapti. Sal teparoqqa o'tkazamiz. O'tkazganimizda o'zi bu yerda qarang. Sotaman deganlar bitta 88% tashkil qilyapti. Olaman deganlar esa bizda qancha? 10% tashkil qilyapti. Lekin bu mana shu eng birinchida turgan lotlarni qarashdan tavsiya bermayman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, chunki bu yerda shovqin juda ham ko'p. Shuning uchun bizga qiziq bo'ladigan lotlar, siz bu yerda baribir bu kitobni o'qib turib, buyurtmalar kitobini o'qib turib ishtimani tushunmaysiz. Shuning uchun biz ikkinchisi yoki uchinchisini qaraymiz. Va o'shanda qaysi buyurtmalarga biz ahamiyat berishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, qarang. 1 dan boshlab 5 gacha. Ya'ni mana hozir bizda 0046 talab joyda. 0045 qiziq, 0044 qiziq, 0043, 0042 qiziq. Sotaman deb turganlar. 0047, 0048, 0049, 0050, 0051. Mana shu joylar bizga qiziq bo'ladi. Chunki bundan pasti odamlar o'tmaydi, bundan tepasida esa odamlar kirmaydi. P2P da qonuniy paytlarda albatta kim savdo qilgan bo'lsa, bu buyurtmalar kitobini mendan yaxshi tushunasizlar. Yaxshilab ko'rgansizlar. Xo'p, endi biz talab va taklif kimligini va qayerda turishini biz bilib oldik. Endi bu yerda yana bitta narsa bor. Bu yerda spoofing degan narsa bor. Spoofing bu nima? Katta buyurtma turadi. Aynan o'sha buyurtmaga kelganda narx, mana tasavvur qiling, narximiz bitta deylik. Shu vaziyatda o'zida. Misol uchun qancha? Deylik mana $11,000 olaman deyapti, 0043 ga kelganda. Bu degani 0043 ga kelganda narximiz pamp berish kerak, to'g'rimi? Ya'ni katta talab bitta turibdi. Olaman deb turibdi, $11,000. Lekin aynan o'sha 0043 ga kelgandan keyin o'sha $11,000 buyurtma pastga tushib qoladi. Yana narximiz ichi ko'taribdi, pastga tushadi. Yana aynan o'sha $11,000 bitta buyurtmaga kelgandan keyin $11,000 buyurtma 0043 da olaman degan bo'lsa, 0042 ga o'tib qoladi, 0043 ga o'tib qoladi, 0041 ga o'tib qoladi. Yana bu nima qilyapti? Men sizga hozir uni klassikada, ya'ni bozorda holatda tushuntirib beraman. Ichimizda bozorchilar bo'ladigan bo'lsa, bu vaziyatda yaxshi tushunib olasiz. Tasavvur qiling. Siz oldingizga bitta odam kelyapti. Aka deyapti, men tak misol uchun telefon sotadi. Telefon olmoqchiman. Deylik, mana shu 12 Pro Max'laringiz necha pul deyapti? Deylik, u $500 deyapti. Bo'ldi. Qarang, ko'proq olsam necha puldan qilib berasiz? Ko'proq olsam deyapti endi. Deylik, unda misol uchun 20 ta 12 Pro Max'i bor. Shu 450 dan berib boraman deyapti. Nimaga? Chunki ko'proq olyapti-da. Ko'proq olsa, nimaga tezda оборот qilib, naqd qiziqda unga. Maydalab sotib o'tirgandan ko'ra undan ko'ra bitta sotib o'rgani yaxshi-da. 400 dan beraman. Bo'ldi aka deyapti. Men sizga hozir 2 tani pulini beraman. Men sizga 2 tani shu 450 dan beraman. Men sizni oldingizga 2 soatdan keyin kelaman. Deyapti. Qolgan yana 18 tasini olib ketaman deyapti. Natijada nima bo'lyapti? U $50 arzoniga 2 tasini olyapti va qaytib kelmayapti. Shunaqasi hammasini olaman deb turib, u odam qaytib kelmayapti. Bu ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lyapti. Lekin mantiqan qarasangiz, u narxni tushirib ketdi va arzonga u nima o'ziga kerakli bo'ladigan bitta buyumni olib ketdi. Ya'ni katta miqdorda olaman deb aldab olib ketdi. Qanday bo'lyapti bu narsa degan bo'lsangiz, shuni prosta orderda atmay qilib qo'yadi, bo'ldi. Sotib olish orderini. Bo'ldi. Shunaqa qilib aldab ketdi. Agar siz shunaqa vaziyatni ko'rib turgan bo'lsangiz va shu bozorda skalp qilmoqchi bo'lsangiz, do'stim, bu bozordan qoching, boshqa tangani analiz qilishingizga to'g'ri keladi. Chunki spoofingda siz aynan misol uchun katta buyurtmadan oldin sotib olib turib va undan pastga tushib ketmaydi, chunki katta buyurtma turibdi, bir stop lossda undan pastroq yoki aynan o'sha nuqtaga qo'yadigan bo'lsangiz, u buyurtmani tushirib qo'yadigan bo'lsa nima bo'ladi? Siz stop loss urilib chiqib ketadi. Ya'ni bu vaziyatda zarar qilib qolasiz. Bizga spoofing qayerda qiziq bilasizmi? Bizda bitta taklif berib turgan, ya'ni qizil joyda qiziq. Ya'ni tasavvur qiling, bizda qayerda edi? $130,000 bitta sotaman degan odamlar. Hozir bizda qancha?
0050 0050 da 20 ming dollarlik bitta sotaman deganlar turibdi. Tasavvur qiling, narximiz 0050 ga kelyapti-da, 20 ming dollarlik sotaman degan bor, tepaga ko'tarib qo'yapti. Ya'ni 51 ga, 52 ga, 53 ga. Mana shu vaziyat bizga qiziq. Lekin talab joyda spoofing bo'ladigan bo'lsa, ya'ni katta buyurtma bir paydo bo'lib, bir yo'q qoladigan bo'lsa, bizga qiziq emas. Bu bizni faqat zararga uchraydi. Lekin taklif joyida shunaqangi joy turadigan bo'lsa, bizga bu narsa jotga ishlab beradi. Xo'p, spoofing nimaligini tushunib oldik. Endi qarang. Endi qaysi taraf deyapti? Shu narsa bizga qiziq. Xo'p, bizda hozir plus minus agar qaraydigan bo'lsak, qarang. Talab joyida 17 ming plus 1 demak 19 ming plus bitta 18 ming plus minus bizda qancha bo'lyapti? Bir 40 ming dollarga yaqin bitta bizda talab turibdi. Birinchi beshtalikda. Sotaman turganlarda-chi? Sotaman turganlarda 1000 plus 8000 plus 28 ming plus 20 ming plus 50 ming dollar. 40 ming dollarlik talab, 50 ming dollarlik bitta taklif. Nima bo'ladi degan bo'lsangiz, albatta bular narxni tushirmasdan turib hammasini olmayapti. Nima qilamiz narxni tushirib deb turib, bular o'zi narxida turadi. Ya'ni hozir taklif joyi o'zgarmasdan turadi. Chunki bu yerda talab joyida esa narxni ularni qondiradigan narx hali, ya'ni summa chiqqani yo'q. Shuning uchun bular asta-sekinlik bilan taklif joyida, ya'ni 0049 da, 00 bitta 50 da, 0051 da sekin asta-sekinlik bilan yeyishni boshlashadi. Hozirgi vaziyatimizda ham ko'rib turgan bo'lsangiz, ancha o'zgarishlar bo'lib ketdi. Narximiz 0046 edi biz qaraganimizda 0049, 0050 da turibdi. Xo'p, qaysi taraf hozir yeyilyapti? Shu narsani qayerdan bilamiz? Degan bo'lsak, qarang, сделки bo'limiga kiramiz. Сделки bo'limiga kirganimizdan keyin bizda nima turibdi? Qarang, 0049 dan hozir yeyishni boshlayapti. Ya'ni kimdirlar qizillar sotyapti, yashillar olyapti. Bizda qarang, hozir bizda eng ko'pi bitta 0049 lar bitta sotuv bo'lyapti. 0049 dan sochishyapti. Sochib turgan bo'lsa, demak bizda nima? Taklif berib turgan joy yelib boryapti. Ya'ni bizning narximiz 0050 gacha chiqishga yaqin. Ya'ni o'shani yeyishyapti hozir. Hozir bizning narximiz 0050 gacha chiqadi. 0050 dan keyin hushyor bo'lishimiz kerak. Juda ham katta taklifimiz turibdi. U bittadan sotib olish mumkin. Va shunda bitta katta qizil sham bizda paydo bo'ladi bizda. Endi сделкаga o'tamiz. Qarang, 0048 dan olishni boshlayapti. 0048, 0049 dan olish boshlayapti. Ya'ni hozir hech kim, men sizga hozir nima bo'lib turgan aytaman. Hozir hech kim sotgani yo'q. Hamma olyapti. Hamma o'sha 00 bitta 49 da, mana narximiz 0050 gacha chiqdi. Endi bizda katta sotuv bitta kutilyapti. Chunki undan keyin 23 ming dollardan keyin bizda 6 ming, undan keyin 13 ming, keyin 37 ming, 29 ming dollar bitta sotuvlar turibdi. Ya'ni mana bu 10 tarafda chap taraf turganlar spros, ya'ni talab joyi har doim ham, misol uchun nima desam ekan sizga, buyurtmasini bekor qilib, undan ko'ra rыночный olib qo'yganim yaxshi degan vaziyatlar qilishadi. Qachonki bular misol uchun og'zi qattiq bo'lib tursa, tasavvur qiling, bitta joyga kelyapsiz-da, rasa deylik, telefon olmoqchisiz, o'sha siz yoqtirib turgan model bitta odamda bor. Aka, arzonroq qilib bering deyapsiz-da, yo'q deyapti. Oxiri og'zi qattiqlik qilgandan keyin u aytgan summaga olib ketasiz, to'g'rimi? Ko'rasizmi? Oddiy bozorda qanaqangi savdolashadigan bo'lsangiz, oddiy bozor qonunlari qanaqa bo'ladigan bo'lsa, buyurtmalar kitobida ham xuddi shunaqangi vaziyatlar ishlaydi. Ya'ni qachonki bizda сделки bo'limiga o'tamiz, 0049 yeyilyaptimi? Demak bizda 50 deyishyapti. Agar 0048 bitta sotuv yoki olib turgan bo'lsa, demak bizda talab joyida ishyapti. Shu narsalarga qarab turib siz buyurtmalar kitobini nima qilsangiz, yaxshi tushunib olsangiz bo'ladi. Buyurtmalar kitobida juda katta foizlarga ishlamaydi do'stim. Pakaz-dros bo'limida turganlar, ya'ni bir kun ichida 24 soat ichida juda katta o'sib berib turgan tangalar orqali skalp qilsangiz bo'ladi. Bir kunda umumiy depozit yaxshi holat bo'ladigan bo'lsa, emas, yana sirini aytib o'tib ketaman, skalping qilmoqchi bo'lsangiz, agarda bir kun ichida 24 soat ichida bitta aynan siz skalp qilmoqchi bo'lgan tangingizda 30 million dollardan oshiq savdo olib turgan bo'lsa, 1000 dollar pulingizni bemalol savdoga kiritsangiz bo'ladi. Agar undan past bo'ladigan bo'lsa, bu tangada skalp qilmay qo'ygani yaxshi. Xo'p, o'ylaymanki buyurtmalar kitobi bo'yicha siz hech qanaqangi savollar qolmadi. Talab va taklif qanday paydo bo'lishini va qaysi tarafga qaysi narx yeyishni boshlasa, qaysi tarafga narx ketishini, qaysi narxlar
katta buyurtmalar paydo bo'lib yo'q qoladigan bo'lsa nima qilish kerakligini hammasini tushunib oldingiz. Agarda sizda qanaqadir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, bemalol izohlarga yozib keting. Hammasiga shaxsan o'zim javob berib o'tib ketaman. Oxirida sizga bitta sovg'am bor. Bilasiz, trading sohasini o'rganishda siz juda ham ko'p o'quv markazlariga borgansiz va albatta sizda shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni siz yaxshi ko'rib kuzatadigan treyderingiz o'quv kursiga sotmoqchisiz. Adminlarga yozdingiz yoki o'zi bilan uchrashdingiz, lekin u sizga misol uchun eng kamida sizga $500 dan $10,000 bo'lgan o'quv ta'limi narxini aytdi. Tradingni o'rganishga sizga bunaqangi summalar yo'q yoki siz ikkilanyapsiz. Ya'ni shunga yarasha men natija olamanmi yoki men bu sohada o'zi yangiman, eplab ketalamanmi? To'g'ri, $10,000 pulim bor, berib yuboraman. Lekin bu soha menga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Men hali 1-2 so'm bu sohada topganim yo'q. Yoki men bu sohada hali bir yetarlicha men qanaqa tajriba orttirganim yo'q. Eplab ketalamanmi? Bu bilimlar menga og'irlik qilmaydimi deb o'ylab turgan bo'lsangiz, men sizga test trade loyihasini taklif qilaman. Avtomobil sotib olib turganingizda siz test drive degan narsani qilasiz. Ya'ni o'sha avtomobilni avtosalonga kelishib, avtosalonga minib ko'rishga olasiz, to'g'rimi? Lekin trading bo'yicha hech kim sizga mana shunaqangi test trade degan narsalar qilmaydi. Faqatgina Uztoken Trade sizga test trade taklif qilyapti. Men sizga 10 kun davomida kuniga 2 soatdan onlayn tarzda kripto tradingni o'rgatib boraman. O'rgatgan narsamiz sirazi amaliyotda real pullar bilan sinab boramiz. Ya'ni shu 10 kun ichida siz o'zingizga trading sohasiga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Hammasini tushunib olasiz. Narxi keladigan bo'lsa, onlayn-ku hamma qatnashish imkoniyati bo'lishi uchun men atigi $30 qilib qo'ydim. Studentlarim, kuryerlarim, taksistlarim, любой odam kripto tradingni o'zida sinab ko'rish uchun men bilan 10 kun davomida birgalikda tajribam orqali savdolar qilishadi. Videoni ko'rdingiz. Qaysidir joyi sizga to'g'ri keldi, foydali ma'lumot oldingiz. Mayli, test trade'ga qatnashmang. Videoga like bosing, menga obuna bo'ling. Bu videoni buyurtmalar kitobi bilan ishlashni bilmaydigan yoki umuman trading qiziqadigan do'stingizga yuborib qo'ying yoki sahrangiz qilib qo'ying o'zingizga. Va albatta qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Test trade loyihasiga qatnashish uchun izohlarga men adminni havolasini qoldirganman. Hammaga rahmat.